Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Alloh taolaga shukrlar bo'lsinki, sog'inch va ishtiyoq ila kutilgan oylar sultoni, yaxshiliklar mavsumi bo'lmish muborak Ramazon oyi yaqinlashmoqda. Barchamiz ushbu oyni go'zal holatda kutib olishimiz va chiroyli o'tkazishimiz kerak. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon-i Sharif kirishidan oldin sahobai kiromlarni bir joyga jamlab, ularga xutba qilar edilar. Xutbalarda ulug' oy yaqinlashayotgani, unda qilinadigan amallar va savoblar haqida gapiradilar. Jumladan an Salmon radhiyallohu anhu qol: "Khatabana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi akhir yawmin min Sha'ban, faqala: Ayyuhan nas, qad adallakum shahrun azim, shahrun mubarak, shahrun fihi laylatun khayrun min alfi shahr." Salmon Farsi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Sha'bon oyining oxirgi kuni xutba qilib: "Hoy odamlar, sizlarga ulug' barakali oy soya solib turibdi. U shunday oyki, unda 1000 oydan ko'ra samaraliroq bir kecha bor. Alloh u oyda kunduzi roza tutishni farz, kechalari qoyim turishni nafl qildi. Kim bu oyda bir yaxshi xislat bilan Allohga yaqinlashsa, boshqa oylarda bir farzni ado etgandek bo'ladi. Kimki bu oyda bir farzni ado etsa, boshqa oylarda 70 ta farzni ado etgan darajada ko'p savobga ega bo'ladi. Bu sabr oyidir. Sabrning ajri esa jannatdir. Bu ko'maklashish oyidir. Unda mo'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Kim bu oyda bir ro'zadorga iftor qilib bersa, gunohlari kechiriladi. Jahannamdan ozod bo'ladi va o'sha ro'zadorga berilgan ajr mislicha ajrga ega ham bo'ladi, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Dinimizdagi qaysi bir ibodatni olib qaramang, unga kirishishdan oldin tayyorgarlik ko'riladi. Masalan, namoz. Unga birdaniga kirishib bo'lmaydi. Banda namoz o'qishdan oldin tahorat olib, pokiza liboslarni kiyib, toza joyda qiblaga yuzlanish bilan unga tayyorgarlik qiladi. Xuddi shu kabi mo'min banda Ramazon-i Sharifga ham tayyorgarlik ko'rishi lozim. Bizda ko'pincha Ramazonga tayyorgarlik deganda oziq-ovqatlarni g'amlab qo'yish tushuniladi. To'g'ri, bu ham tayyorgarlik, lekin haqiqiy tayyorgarlik ma'naviy ishlarga tayyorgarlik ko'rish bilan bo'ladi. Qariyb 40 million kishilik aholisi bo'lgan mamlakatimizda ham Sha'bon oyi kirishi bilan Ramazon shukuhi seziladi. Xalqimiz bu ulug' oyni intiqlik bilan kutadi. Chunki Ramazon oyi dillarimizni yig'ilib qolgan g'uborlardan tozalab, vujudimizni axloqiy fazilatlar kasb etishga tayyorlab oladigan g'animatli, fayzli fursat hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Ramazon-i Sharif yaxshiliklar mavsumidir. Bu oy kirishi bilan xayrli ishlarga yana ham ko'proq jiddiy-jahd qilishimiz lozim. Ramazon oyining har kunida qabul bo'ladigan bir duo bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Albatta Ramazonning har kunida barcha musulmonlar uchun qabul bo'ladigan bir duo bor." Imom Ahmad, Bazzor va boshqalar rivoyat. Bu oyda tutiladigan roza amali insonda o'z nafsini boshqara olish, sabr qanoatli bo'lish, maqsad sari sobit qadamlik bilan intilish kabi fazilatlar kamol topishiga xizmat qiladi. Bu fazilatlarni kasb etadigan inson esa hayotda duch keladigan har qanday to'siqlarni yengib o'ta oladi. Bu oyda yer yuzining turli tarafidagi musulmonlar mushtarak tuyg'u va mushtarak qarashlar bilan birlashadi. Bir xil vaqtda ochiqadi, chanqaydi, jamoat bo'lib tartibli holda Allohga taslimiyat, muhabbat namunasini ko'rsatadi. Yaxshilik, xayr va saxovat eshiklari barchaga barobar ochiladi. Allohning afv va mag'firat xazinasidan har bir mo'min o'z ulush va nasibasini olishga harakat qiladi. Mo'min musulmonlar roza davomida ruhlarini sabr, qanoat va mashaqqat ila tobilaydi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin, ona yurtimizda ham tinchlik deb atalmish ulug' ne'mat hukm surmoqda. Har yili muhtaram yurtboshimiz tomonidan Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish maqsadida qaror chiqariladi. Bunday holatni dunyoni boshqa biror yerda uchratmaymiz.
Ushbu xayrli ish muqaddas dinimizga bo'lgan yuksak hurmat, ehtiromning nishonasi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz albatta. Yurtimizdagi 2100 dan ziyod masjidlarda taroveh namozlari ado etilib, 1,5 mingdan ziyod jomelarda Qur'on to'la o'qish an'ana tusiga kirdi. Zero Qur'oni Karim yer yuzidagi barcha musulmonlarning eng muqaddas kitobi, hayotlarining dasturul amali, hisoblanuvchi ilohiy qonun qoidalar majmuasidir. Ramazon xayr ihson oyidir. Ushbu muborak oyda moliyaviy ibodatlarni ko'paytirish Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng suyukli sunnatlaridan biri hisoblanadi. An ibn Abbos radhiyallohu anhu ma kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajwada an-nas bil khayr wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajwada bil khayr min ar-rih al-mursala. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxiyrog'i edilar. Ayniqsa Ramazon oyida yanada saxiy bo'lib ketar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshilikda shiddat bilan esayotgan shamoldan-da uchqurroq edilar deydilar. Bu oyda jannatga kirish uchun sabab bo'lgan xayrli ishlar va solih amallar ko'proq bajariladi. Do'zaxdan saqlanishga sabab bo'luvchi gunoh, ma'siyatlar kamroq sodir etiladi. Jannat darvozalari musulmonlarni xayrli ishlarga shoshilishga targ'ib qilib ochiladi. Do'zax eshiklari esa gunohlardan qaytgan, istig'for aytgan, afsus nadomat chekkan, qayta qilmaslikka niyat qilgan holda tavba qilishga targ'ib etib yopiladi. Ramazon oyida muborak bir kecha borki, Alloh taolo o'z kalomida uning 1000 oydan ham afzal ekani haqida marhamat qilgan. Ya'ni kim o'sha kechani ibodat bilan o'tkazsa, boshqa paytda 1000 oy ibodat qilgandan ko'p savobga erishadi. Bu Qadr kechasidir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kechasidan, ya'ni tog' kechalarda izlanglar dedilar. Ko'pchilik ulamolar nazdida Laylatul Qadr kechasi Ramazonning 26-kunidan 27-kuniga o'tar kechasidir. Shu ma'noda yurtimiz masjidlarida o'qiladigan xatmonalar hamma hududlarda bir xil taqsimlanib, ushbu muborak kechada xatmdan keyingi duolar bir vaqtda qilinishi nur ustiga nur bo'layotir. Bu taqsimotning foydali jihatlari bisyor. Tarovehga keladigan namozxonlar toliqib qolmaydi. Qayerda bo'lsalar ham Qur'onga kelgan joydan somiy bo'lishlari mumkin, ya'ni eshitib ketishlari mumkin. Eng katta barakasi esa xatmonalardan keyin butun yurtimiz bo'ylab vatandoshlarimiz muborak kechada qo'llarini duoga ochib, davomli ofiyat, qut baraka so'rashlaridir. Albatta, ulug' oy, ulug' kecha o'qilgan xatmi Qur'onlarning fayzi go'zal yurtimizga yog'ilib, ilm, ma'rifat, hamjihatlik, mehr oqibati yanada ziyoda bo'ladi inshaalloh. Ramazonning oxirgi kechasi mag'firat kechasidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari kechiriladi dedilar. Ular: "Ey Allohning rasuli, u Qadr kechasimi?" deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, lekin ishchi ishini ado etgandan so'ng ajri, ya'ni haqi to'la qilib beriladi" dedilar. Imom Ahmad rivoyat qildi. Ramazon ro'zasining shafoati ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlari kabidir. Ro'za qiyomat kuni ro'zadorlarni shafoat qilib: "Ey Robbim, bular seni roziliging uchun yeyish va ichishni, shahvatni tark etib ro'za tutdilar. Bularni bizga bag'ishla" deydi. Shunday qilib u Allohning mag'firatiga sababchi bo'ladi. Alloh taolo kelayotgan bu Ramazon oyini barchamizga muborak aylasin. Ha azizlar, Ramazon bu muborak oy. Qur'on nozil bo'lgan oy. Bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Ramazon kirganda jannat eshiklari ochilib, do'zax eshiklari berkilarkan, insonlarning qalblaridagi barcha yaxshilik fazilatlari ochilmoqligi va eng asosiysi bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz, rahmu shafqatimiz kuchaymoqlik kerak.
ro'zador bo'lib o'zlarida ochlikni sezgan har bir musulmon bir devor qo'shnisi yoki qarindoshining ichidan mana shunday kamroq taom yeb qiynalayotganlarni e'tiborga olishlari lozim bo'ladi. Ramazon oyi mehr muruvvat, ehson, yaxshilik oyi hisoblanadi. Alloh taolo ushbu oyda qilinajak ibodatlarimizni qabul aylasin. Tutayotgan ro'zalarimiz maqbul bo'lsin. Xatmonalarda qilingan duolar mustajab bo'lib, yurtimizga fayz, barakot ato qilsin. Va shuni barobarida bu xatmi Qur'onlarda qilingan duolarning fayzi bilan, barakoti bilan nafaqatgina yurtimizda, balki butun dunyoda tinchlik, osoyishtalik, farovonlik bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Ramazon muborak bo'lsin.